Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sollallohu alayhi va alihi vasallamga ko'pdan ko'p salom va salovatlar bo'lsin. U zotning oila a'zolariga, sahoba-i ikromlariga, ansorlariga va to qiyomat kunigacha u zotga iymon keltirib, yaxshilik bilan ergashgan barcha do'stlariga salom va salovatlar bo'lsin. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xo'p, birodarlar, biz Islom nizomi kitobidan darsliklarimizni yo'lga qo'ygan edik. Ma'lum bir sabablarga ko'ra ozgina tanaffus bo'lib qoldi. Bugun inshaalloh mana Allohning rahmati bilan yana darsliklarimizni inshaalloh davom ettiramiz. Xo'p, birodarlar, o'tgan oxirgi mavzular haqida qisqacha bir eslatib o'taman, toki o'sha fikrlar zehnda markazlashgan suratda bo'lishligi uchun. O'zi umuman boshdan qisqacha bir eslaydigan bo'lsak, biz o'zi bu kitobga nima uchun kirishyapmiz desa, biz bu kitobdan o'zimiz e'tiqod qilayotgan islom dinini o'rganamiz deb kirib kelganmiz. Esinglarda bo'lsa, bu kitobdan ko'zlangan qasd islom dinini bugungi kunda musulmonlar zehnidan unut bo'lib ketgan, ya'ni nizom ekanligini bayon qilib berish, ya'ni nizom sifatida islomni bayon qilib berishlik maqsad qilingan. Shuning uchun bu islomni da'vat yukini ko'tarib chiqayotganlarda agar bu islomni nizom sifatida musulmonlar zehniga qaytarish orqali ularni hayotiga qaytara olishlik uchun ularda topilishi zarur bo'lgan 4 sifat haqida ham aytib o'tgan edik. Ya'ni aynan mana shu 4 sifatni har biri bizda mujassam bo'lishligi zarur. Aynan mana shu sifatlarni mana bu islom nizomi kitobi bizda mujassam qilib beradi. Ulardan bittasi agar bizda topilmasa, mana bu ishni uddasidan chiqa olmay qolamiz. Shuning uchun bu sifatlarning har biri bizda mujassam bo'lishligi zarur. Ularni ham bir qator qisqacha eslatib o'taman. Birinchisi, bu kitob bizga islomni o'rganishni eng to'g'ri tariqatni o'rgatadi. Ikkinchisi, bu kitob bizga iymonga kelishning eng to'g'ri tariqatini o'rgatadi. Uchinchidan, bu kitob bizga islomga amal qilishning eng to'g'ri tariqatini o'rgatadi. To'rtinchisi va oxirgisi, bu kitob bizga islomni yoyishning eng to'g'ri tariqatini o'rgatadi. Xo'p, mana endi birinchi mavzuga qaraydigan bo'lsak, iymon yo'li mavzusi ko'tarilyapti. Bu mavzuga biz nima uchun kirishganmiz va bu ummat qaysi muammosiga yechim bo'lib kelyapti? Bu mavzudan ko'zlangan qasd nima? Bugungi kundagi musulmonlar Allohga iymon keltirgani, oxiratga iymon keltirgani holda, lekin oxiratga bo'lgan tayyorgarliklari o'ta ham sust. Chunki iymoni bor, lekin mana shu iymon talab qilgandek hayot kechirishmayotganligini bugun biz o'zimiz guvoh bo'lib turibmiz. Mana shuning sababi nimada desa, balki ulardagi iymonda kamchilik bor ekanligida emas, balki iymonga kelish yo'lida muammo bo'lganligi uchun iymon mavzusi emas, iymon yo'li mavzusi ko'tarilyapti. Chunki avvalgi musulmonlarning iymoni ularda hayoti uchun asos bo'lgan va ular iymon keltirib, mana shu iymon talab qilgandek hayot kechirishgan, ya'ni islomiy hayotda yashashgan, shariat qonunlari bilan yashashgan. Bu iymonning talabi edi. Lekin musulmonlarda, ya'ni bugungi musulmonlarda shu narsani ko'rinmayotganligining sababi ham aynan iymonida kamchilik bor ekanligida emas, ya'ni 6 ta narsadan 2 tasi bizga yetmaguncha tushib qolib, 4 ta qolibdi yo 2 ta qo'shilib 8 ta bo'lib qolibdi, nagruzka bo'lyapti emas, balki bugungi musulmonlar taqlidiy ko'rko'ronalik bilan iymonga kelganligi uchun iymonni ma'nosini tushunmaydi. Natijada iymon ularning turmush tarziga kuchli ta'sir qilmayapti. Shuning uchun ham bu mavzuda biz nimani ko'rib chiqdik desa, aynan mana shu iymon, aynan islomning asosi bo'lgan aqida ekanligini tushunib ko'rdik. Demak, bu mavzu bilan biz insonlarni qayta islom aqidasi yordamida uyg'otishlikni yo'lini topdik. Chunki bugungi kundagi musulmonlarda uyg'onishligi nima bilan bo'ladi? Nafaqat musulmonlar, hatto butun insoniyat uyg'onishligi aqida bilan bo'lishligini mana shu mavzuning birinchi darsligida, ya'ni uyg'onish mavzusida ko'rib chiqqan edik. Nima uchun o'zi bu uyg'onish mavzusi ko'tarilayotganligi haqida ham esinglarda bo'lsa, aytib o'tganmiz. Chunki bugungi kundagi musulmonlarning orasida ularni uyg'otishlik uchun, ya'ni bugungi tuban yashash tarzidan yuksak, avvalgi yuksak aziz holatiga, yuksak yashash tarziga olib o'tishlik uchun bir qancha harakatlar paydo bo'lib, bu harakatlar o'zlarining fikrlarini ko'tarib chiqdi, lekin bu fikrlarning birortasi ham to'g'ri bo'lmaganligi uchun musulmonlarni bu fikrlar uyg'ota olmadi. Shuning uchun muallif uyg'onishdan boshladiki, uyg'onish haqidagi eng to'g'ri fikrni, yaroqli bo'lgan fikrni ularga ko'rsatib berishlik uchun. Ana o'sha fikr aynan aloqadorlik haqida, ya'ni borliqni o'zidan avvalgi vujudga va o'zidan keyingi hayotga aloqadorlik haqidagi umumiy fikr bilan uyg'onishligini biz isbotlab chiqdik. Aqliy bahs yuritish yordamida bu fikr
haqiqatda uyg'otishga yaroqli bo'lgan eng to'g'ri fikr ekanligini biz isbotlab chiqdik. Aynan mana shu umumiy fikr aqida ekanligini ham mana shu mavzuning oxirida aytib o'tdik. Demak, inson aqida bilan uyg'onar ekan. Biz aynan islom aqidasi yordamida uyg'onishlikni xohlaymiz. Chunki uyg'onish aqida bilan bo'lar ekan, agar aqida to'g'ri bo'lsa, uyg'onish ham to'g'ri bo'ladi, natijada yuksalish bo'ladi. Ya'ni yuksak hayotga qaytish bo'ladi, tuban hayotdan. Agar aqida noto'g'ri bo'lsa, unda uyg'onish ham noto'g'ri bo'ladi-yu, lekin tuban yashashda qolib ketaveradi, yuksalish bo'lmaydi. Shuning uchun biz eng to'g'ri bo'lgan islom aqidasi yordamida insondagi asosiy muammoni hal qilish orqali insoniyatni uyg'otishlikni aynan mana shu mavzuda ko'rib chiqdik. Ya'ni islom aqidasiga aqlan kelishlik bilan inson mana shu aqidaning nimasiga aylanadi? Fidoyisiga aylanadi. Ko'rko'ronalik bilan, taqlid bilan bu aqidaga kelishlik bu aqidaning talabiga javob bera olmaydigan insonga aylanib qoladi. Bugun uni biz bugungi musulmonlarda aksariyatini hayotida ko'rib turibmiz. Demak, islom aqidasi yordamida biz insondagi asosiy muammoni hal qilib oldik. Mana bu mavzu bilan. Shuning uchun imom yo'li mavzuga kirishlikdan qasd ham insondagi asosiy muammoni islom aqidasi yordamida hal qilishlik edi. Va biz hal qildik. Asosiy muammo nima edi? Bu dunyo hayoti haqidagi insondagi qat'iy xulosasi. Ya'ni inson mana bu dunyo hayoti haqida qat'iy bir xulosaga, qat'iy bir fikrga kelsa, demak undagi tugunni yechilishlik bo'ladi. Ya'ni bu dunyo hayoti nima? Qanday yashash kerak degan mana bu savol insondagi asosiy muammo. Lekin bu savol insonlarda eng asosiy muammo sifatida emas, balki 2-3 darajali muammoga aylanib qolgan. Uni asosiy muammo ekanligidan insonlar hayotda birinchi bo'lib bilib olishligi zarur bo'lgan birinchi darajali masala ekanligidan bugun insoniyat, hatto musulmonlar ham g'aflatda qoldi. Biz mana shu g'aflatdan uyg'otmoqchimiz-da. Aynan islom aqidasi yordamida mana shu g'aflatdan uyg'otmoqchimiz. Demak, biz islom aqidasi yordamida mana shu g'aflatdan uyg'onishlikni tushunib yetdik. Demak, insonning asosiy muammo qanday yechildi? Islom aqidasi yordamida bo'laligicha butunicha hal qilindi. Demak, bu yechimga ko'ra, ya'ni yechim degandan murod asosiy muammoni yechib beradigan yechim, ya'ni aqida. Demak, islom aqidasiga ko'ra bu dunyo hayoti imtihon holisi ekanligini, unda Alloh taoloning buyruq va taqiqlariga muvofiq yashashimiz kerakligini va ertaga qiyomat kunida mana shu dunyo hayotida Allohning buyruq va taqiqlariga muvofiq yashagan yoki yashamaganligimizdan hisob berishligimizni biz anglab yetdik. Mana shundan dunyo hayoti haqida bizda qat'iy xulosa paydo bo'ldiki, demak bu hayot, bu dunyo hayoti imtihon holisi, unda Allohning buyruq va taqiqlariga muvofiq, ya'ni shariat ko'rsatib bergan hayot yo'lida yashab o'tishlik kerak degan xulosaga keldik. Lekin bugungi kunda musulmonlarning hayotiga qaraydigan bo'lsak, aynan Allohning buyruq va taqiqlariga muvofiq, ya'ni to'liq islom bilan to'liq islomiy hayotda yashash bormi? Allohning buyruq va taqiqlariga muvofiq desa yo'q. Holbuki iymon bizdan to'liq holdagi islomga kirishligimizni, to'liq islom bilan yashashligimizni, Allohning hukmlarini birortasidan ham burilib fitnaga tushib qolishligimizga haqqimiz yo'q ekanligini bir qancha oyatlarda Alloh taolo ta'kidladi. Kitob va sunnatda bunga juda ko'p dalillar borki, biz to'liq holda islom bilan yashashlikka aqidani talab qilayotganligini. Lekin bugungi kunda afsuski mana shu holat yo'q. Nimaga biz to'liq holdagi Allohning buyruq va taqiqlari bilan, Allohning buyruq va taqiqlari nima deb ataladi? Shariat deb ataladi. Nimaga shu holat yo'q desa, chunki shariatni, ya'ni Allohning buyruq va taqiqlaridan iborat bo'lgan bu islom shariatini tatbiq qilib beradigan davlatimiz yo'q bo'lganligi uchun. Chunki tuzumni davlat tatbiq qiladi, shaxs yoki jamoa emas. Mana shu tuzum, ya'ni shariat qonunlari tatbiq bo'lmayotganligi uchun islom bilan to'liq yashash bo'lmayapti. Endi bu tatbiq bo'lishi uchun albatta nima kerak? Jihoz, ya'ni davlat kerak, struktura kerak, kuch va saltanat kerak. Bu agar kuch va saltanatsiz bu shariat tatbiq bo'lmasa, bu siz islomiy hayot qilishni iloji yo'q bo'ladiganda, demak davlatni qoyim qilishlik zarur bo'lib qoladi. Unda davlatni qoyim qilishimiz kerak deydigan bo'lsak, ya'ni vojib nima bilan ado bo'lsa, o'sha ish ham vojib degan shar'iy qoidadan kelib chiqib, shariat bilan to'liq yashash farz. Bu farz davlatsiz ado bo'lmasa, demak davlatni qoyim qilishlik farz bo'ladi deb aytsak, ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagilar nima deyapti? Musulmonlar orasidan chiqib turib aytayapti, yo'q, bu ish qazo, ya'ni Alloh taolo xohlaganda bo'ladi. Bu ishni qachon, qayerda bo'lishligi Allohning xohish irodasiga bog'liq. Shuning uchun Alloh hukm qilib qo'ygan kuni bo'ladi. Ya'ni bu ishning foili Alloh. Ya'ni bu ishni Alloh bajaradi. Insonning zimmasida emas bu ish.
degan fikrlarni ilgari suryapti. Lekin biz aytyapti, yo'q, bu davlat tiklashlik aynan insonlarning ixtiyoridagi ish ekanligini biz da'vo qilyapmiz. Lekin bunga alternativ fikrlarni ham tashlayapti-da, bu ish Alloh taoloning ishi ekanligini. Bu shariat musulmonlar zimmasiga yuklagan ish emas, bu xalifali davlatni tiklashlik degan narsa bilan musulmonlarni haqiqiy Alloh ular zimmasiga yuklagan farzi bo'lgan mana bu g'oyadan, ya'ni islomiy hayotni qayta boshlash uchun islomiy davlatni barpo qilishlik g'oyasidan mana bu fikrlar bilan mahbuyatni chalg'itib ummatni g'oyadan burib qo'yadi. Shuning uchun biz aynan mana shu davlatni tiklashlik musulmonlar zimmasidagi yuklatilingan ish va u insonlarning ixtiyoridagi ish ekanligini biz hujjat dalillari bilan qazo va qadar mavzusida ko'rib chiqdik. Mana shu mavzuda bizga ayon bo'ldiki, qazo ham, qadarning ham, Allohning xohish irodasini ham, Lahul Mahfuzni ham, mana bu insonlarning ixtiyoriy doiradagi ishlarga hech qanday aloqasi ham, ta'siri ham yo'q ekanligini, shu jumladan bu davlatni barpo qilish uchun harakat qilishlik insonlarning ixtiyoriy doirasidagi ish ekanligini, ya'ni qazo emas, balki ularning zimmasiga yuklatilingan vazifa ekanligini mana shu mavzuda biz ko'rib chiqdik. Endi bu mavzudan ayon bo'ldiki, shunga qaramasdan musulmonlar ularning ixtiyorida bo'la turib nimaga to'liq islom bilan yashashlik ko'rinmayapti? Agar ular ixtiyorida bo'lsa, mana bu savolning javobi qanday bo'ldi desa, biz aynan mana shu 3-mavzu bo'lgan mafkura mavzusini boshida mana shu savollarga javob berib, mafkura ya'ni islomda fikr yetakchilik mavzusiga kirib kelgan edik. Chunki musulmonlarning ixtiyorida bo'la turib bu islom bilan to'liq yashamayotganning sababi islomni fikr yetakchilik sifatida, ya'ni islomni mafkura sifatida deb tushunmayotganligidan dalolat. Ya'ni bu din fikr yetakchilik, ya'ni siyosiy din sifatida tushunmayapti. Mafkura ya'ni fikr yetakchilik dini deb tushunishlik qanday bo'ladi desa, insonlarda hayotdagi barcha muammolarni muolaja qilib bera oladigan din sifatida tushunishlik, uni fikr yetakchilik sifatida tushunishlik bo'ladi. Haqiqatda musulmonlarning hayotining barcha sohalarida, barcha jabhalarida, u iqtisodiy masalalarda bo'ladimi yoki ijtimoiy sohada, iqtisodiy, boshqaruv nizomlarida bo'ladimi, harbiy siyosat, meditsina sohasi qanday hal qilinishi kerak, ta'lim siyosati qanday yo'lga qo'yilishi kerak, musulmonlarning boshqa davlat, xalq, ummatlar bilan qiladigan tashqi aloqalar qanday yo'lga qo'yilishi kerakligi haqidagi mana bu savollarga, bu muammolarga ham islom to'liq javob bera oladigan din sifatida tushunishlik bugungi kunda musulmonlarda yo'q. Avvalda esa musulmonlar to'liq islomda yashashligi va hayotdagi kichkina muammoga yo'liqib qolsa ham uni Rasulullohga ko'tarib kelishlari nimadan edi desa, bu din fikr yetakchilik din, ya'ni hayotdagi har qanday muammolarni hal qilib bera oladi deb e'tiqod qilishganligi uchun hayotida har qanday muammoga yo'liqsin Rasulullohga ko'tarib keladi. Chunki Rasululloh tirik shariat edi. Shuning uchun ham albatta bu din hal qilib beradi degan e'tiqod bor edi. Ishonch emas, e'tiqod bor edi. Mana shu e'tiqodidan kelib turib hayotda bir muammoga yo'liqsa albatta buni yechib beradi degan e'tiqod bilan Rasulullohga ko'tarib kelishadi. Bugun hayotdagi muammolarni nimaga shariat ko'tarib kelmay qo'ydi desa, chunki buni yechib bera oladigan siyosiy din sifatida tushunishlik yo'qolib qoldi. Biz bilamizki, inson tushunchasiga qarab hayot kechiradi. Shuning uchun ham bu dinni, ya'ni islomni mafkura sifatida, ya'ni hayotdagi barcha muammolarni muolaja qilib bera oladigan din sifatida nima qilish kerak bo'ladi? Musulmonlarga bayon qilib berilishi kerak bo'ladi. Shuning uchun ham biz mafkura mavzusiga kirishgan edik. Aynan mana shu mafkura mavzusi islomda fikr yetakchilik mavzusi, islomda unda ham siyosat, ham tuzum, ham davlat mavjud ekanligini bayon qilib berish bilan buni mafkuraviy din, ya'ni fikr yetakchilikka yaroqli bo'lgan din sifatida bayon qilib beradi. Shuning uchun mafkura mavzusi tanlandi. Lekin insonlarga mafkura nima uchun kerak desa, biz o'tgan mavzuda ham aytib o'tganmiz. Inson g'ariza va uzviy ehtiyojlarida talabini qondirish bilan iborat. Demakki, bir makonda jamlanib yashashlikka mahkum. Endi bir makonda jamlangandan keyin o'sha a'zo ehtiyojlarning talablarini qondirishlik uchun bir makonda jamlangan insonlar o'zaro bir-birlarining aloqalar paydo bo'ladi. Endi har kim o'zi xohlagandek bir-biri bilan men xohlagandek aloqa qilaman desa, u bo'lmaydi. Unda bir makonda jamlana olmaydi. Endi tarqab ketaman desa, bir-birlarining yordamiga muhtoj bo'ladi. Chunki a'zo ehtiyojning talablarini qondirishlik boshqa insonlarning aqliy va jismoniy mehnatlariga muhtoj ekanligini ko'rsatadi. Shuning uchun ular bir makonda jamlanishga majbur. Shuning uchun qadim-qadimda odamlar to'p-to'p bo'lib gala-gala bo'lib yashab kelishgan. Shuning uchun ularda aloqalarni bog'lab turadigan robita omil kerak bo'ladi. Aynan biz nazarda tutayotgan mana bu mafkura aynan ana o'sha robita bo'ladi. Lekin bugungi kunda nafaqat insonlar, hatto musulmonlarning ham hayotini o'rganib chiqadigan bo'lsak, ular noto'g'ri bo'lgan botil robitalar bilan hayot kechirib kelayotganligini ko'ramizda.
Bu robotlar qayerdan paydo bo'lgan esa insonlar o'zlari shu g'ariza vektorlarning talablarini qondirishlik ustida bosh qotirishligi bilan shu g'arizalarining talabidan kelib chiqib turib o'zlari o'ylab topgan robotlar. Chunki bu insonlardan aloqalarni bog'lab turadigan robotga qanchalik inson muhtoj bo'lar ekan, ularga to'g'risi kerak bo'ladi-da. To'g'risi qanaqa bo'ladi desa, ularda aloqalarni doimiy bog'lab tura olishligi kerak bo'ladi. Ya'ni chunki g'ariza vektorlarining talablari doimiy, shuning uchun bundan kelib chiqib qiladigan aloqalari ham doimiy bo'ladi. Demak, ularni bog'lab turadigan omil robot ham doimiy bo'lishi kerak. Lekin ularga doimiy bog'lab turadigan to'g'ri robotlar chetdan, ya'ni borliq doirasidan tashqaridan, ya'ni ularni yaratgan yaratuvchi Alloh tomonidan kiritib berilmasa, ular ichkarida o'zlari vaqtinchalik bo'lgan noto'g'ri, botil robotlarni tuzib oladi-da, natijada hayotlari izdan chiqib qoladi. Bugun xuddi mana shu narsani ko'ryapmiz. Bugungi kunda hayot maydonida bir qancha shunaqangi bir vaqtinchalik bo'lgan yaroqsiz robotlar bilan ham aloqa qilib kelayotganligini guvoh bo'lasiz. Masalan, mana vatanparvarlik, millatchilik, manfaat asosida deb gumon qilinadigan, yoki bir hech qanday bir bog'lashlikka biror bir qonunchiligi bo'lmagan quruq ruhiy aqidalarda ham ko'rishimiz mumkin vaqtinchalik robotlarni. Aynan mana shu robotlarda biz birinchisi bo'lgan vatanparvarlik haqida oxirgi darsligimizda, o'tgan darsligimizda bahs yuritgan edik. Mana shu vatanparvarlik kabi vaqtinchalik bo'lgan, islomga zid bo'lgan, shar'iy hukmi harom bo'lgan, qolaversa vaqtinchalik bo'lib insonlarni naborot bir-biri bilan birlashtirib aka-uka ahli-inoq qilib qo'yishlik emas, insoniyatni yuksak yashash tarziga olib chiqishlik, balki ularni parcha-parcha qilib tashlashga xizmat qiladigan bu yuksalish yo'lida turgan to'g'anoq ekanligini biz ko'rib chiqqan edik. Shulardan yana ikkita, uchtasi borki, bugungi suhbatimizda mana shu qolgan ba'zi bir yana vaqtinchalik bo'lgan robotlar bilan yana tanishamiz. Nimaga desa, chunki bugungi kunda insonlar mana shu robotlar bilan aloqa qilib kelyapti. Ularni botil ekanligini fosh qilib musulmonlarga xosatan aqllarini qanoatlantirib beradigan darajada isbotlab berib, keyin ulardan yuz o'girtira olasizda. Chunki inson hali kerakli yukni og'riydi-yu, buni botil ekanligini tushunib yetmaguncha undan yuz o'girmaydi-da. Inson tabiati shunaqa ekanda. Qachon uni botil ekanligini isbot dalillari bilan ochib berasiz, aqlni qanoatlantirib beradigan darajada. Shunda ular bundan voz kechishi mumkin. Shunda biz aytgan mana bu bo'shagan zehnlarga haq bo'lgan islom mashurasini berishimiz mumkin bo'ladi. Buni berayotganda ham uni haq ekanligini har jihatdan hujjat dalillar bilan aqlni qanoatlantirib beradigan darajada isbotlab berishimiz kerak bo'ladi. Mana shu yo'l bilan biz bu botil robotlardan ularni xalos qila olamiz. O'tgan suhbatlarimizda mana vatanparvarlik haqida kirishgan edik. Bugungi suhbatimizda mana inshaalloh mana endi shu robotlarning yana bittasi bo'lgan millatchilik haqida bahs yuritamiz. Aynan o'tganda esinglarda bo'lsa, vatanparvarlik robotasi fikrni sayozligidan kelib chiqadi deganki, biz tubdan o'zgartirishimiz kerak-da, ildizidan qo'porib tashlash kerak. Fikrni sayozligi haqida ham biz aytib o'tgan edik. Endi mana bu millatchilik robotasi esa undan ham pastroq. Ya'ni fikrlar torayganda deyapti. Ya'ni fikr insondagi saviya pasayib, fikrlar doirasi torayib, ya'ni tuban fikrlash holatiga tushib qolganda millatchilik robotasi paydo bo'ladi. Endi fikrni torligini voqeasi, ya'ni saviya tushib, fikr tor, ya'ni tuban fikrlaydigan odamga aylanib qolganda, mana shunaqangi odamlarda keyin millatchilik paydo bo'ladi. Endi fikrni torligini qanday bir ko'z oldimizga keltira olamiz desa, fikrni torligi, ya'ni tubanligini yuksak fikr egasini voqeasini misoli bilan tushuna olishimiz mumkin-da. Mana qaranglar. Bir inson faqat o'zini o'ylaydi. Insonning yaratilish tabiatida baqo g'arizini talabi bor. Rahbarlikni yaxshi ko'rishlik, faqat o'zini manfaatini boshqalarnikidan ustun qo'yishlik insonning yaratilish tabiatida, bu baqoda talabi u. Bu menda ham bor, sizlarda ham bor. Inson navi borki, ularda bor. Xuddi hayvonda bo'lgan ekan. Lekin biz musulmonlar uni Allohning qonunlariga asoslanib, uni biz yengamiz. Masalan, o'zimizga xohlab tursak ham, o'zimiz yaxshi ko'rib turgan narsani o'zimizga bo'lishni xohlab tursak ham, biz shariat qonunlaridan kelib chiqib turib nima qilamiz? O'zimiz yaxshi ko'rgan narsani bir odamga ravo ko'ramiz. Buni shunda iymonimiz komil bo'ladi deb, shu narsani o'zimizga bo'lishini xohlasak ham bir odamga beramiz. O'zimiz muhtoj bo'lib tursak ham birodarlarimizga beramizda. Nimaga desa, bu shariat qonunlarining talabida u, to'g'rimi? Biz musulmonlar yengamiz. Lekin mana bu islomdan uzoqlashib qolgan odam bo'lsa, garchi u musulmon bo'lsa ham, haligi baqo g'arazning talabiga javob beradigan, xudbin, o'zini o'ylaydigan odam bo'lib qoladi. Bu insonni fikrlash doirasi ham shunday, faqat o'zi haqida g'am qiladigan, fikrlaydigan odamning fikri eng tuban tor fikrda bu.
Chunki bu hayvon ham shunaqada. Masalan, hayvonni itdimi yoki bir hayvonni oldiga bir yemini qo'ying-da itni oldiga. Boshqa bir it keladigan bo'lsa, ag'irlab sig'dirmaydi-da. Nimaga? Bu hayvonlarga xos-da u. To'g'rimi? Agar inson ham xuddi shunday qilayotgan bo'lsa, u ham o'sha g'arizasining talabiga javob beryapti-da u. To'xta, u ham inson, meni birodarim, o'zimga ravo ko'rayotgan, unga ham yaxshi ko'rishim kerak degan islomiy fikr tushunchalardan uzoqlashib qolgandan keyin u g'arizani talab bilan yashaydigan odamga aylanib qoladi. Natijada u nima qiladi? Faqat o'zimga bo'lsin deb turib, faqat o'zini g'amini o'ylaydigan, o'zini manfaatini boshqalarni, hatto oilasidagi xotin bolasini ham manfaatidan ustun qo'yadigan odam bo'lib qoladi. Endi mana shunday insonga ozgina fikr berib, ozgina fikrlash doirasini kengaytirsangiz, endi hali fikrlash doirasi sal kengaygandan keyin endi o'z navbatida o'zidan tashqari, o'zini g'amidan oshib o'tib, xotinini, farzandlarini, ota-onasini, ya'ni oilasini ham g'amini qiladigan odamga aylanadi. Haqiqatan men oilada erkakman, bularni men ekanman boquvchi, men ularga ham men g'amxo'rlik qilishim kerak degan fikrlarni bersangiz, paydo qilsangiz, uni fikrlar sal doirasi kengaysa, oilasini g'amini qiladigan bo'ladi. Yana ozgina unga fikr berib, fikrlash doirasini kengaytirsangiz, fikrlar doirasi qancha kengaygan sari hali g'am ham kuchayib ortib boradi-da. Ya'ni endi qarindosh urug'larini ham g'amini qilib, ularni ham og'irini yengil qiladigan, muhtojlik bo'lsa, muhtojlariga yordam beradigan bir ularni g'amini qiladigan odamga aylanib qoladi. Bu fikrlarning doirasini kengayishiga qarab bo'ladi-da bu ob'yom ham. Endi yana ozgina unga fikr beradigan bo'lsangiz, endi u yashab turgan o'z xalqining g'amini qiladigan, ularning taqdiri haqida bosh qotiradigan, misol aytaylik, O'zbekistonda o'zbek xalqining g'amini qiladigan, butun boshli xalqning g'amini qilib yashaydigan odamga aylanib qoladi. Endi yana uni fikr berib, fikrlash doirasini kengaytirsangiz, uni fikrlash doirasi kengayib, yana ham atroficha fikrlashni boshlagan sari, endi u faqat o'zbek xalqini emas, qo'shni qirg'iz xalqini ham, qozoq xalqini ham, ya'ni boshqa musulmonlar haqida ham qayg'uradigan, g'am qiladigan, o'zidan o'zi o'zbekistonlik bo'lsa ham qirg'iz xalqiga kelayotgan musibatni o'zining musibati deb qabul qiladigan, G'azoga kelayotgan musibatni o'zining musibati deb qabul qiladigan, Sharqiy Turkistondagi musulmon aka-ukalari, musulmon opa-singillarining ham tashvishi uning tashvishiga aylanadigan odamga aylanib qoladi. Chunki uni fikrlash doirasi kengayadi. Yana unga ozgina fikrlar berib, fikrlash doirasini yanada kengaytirsangiz, endi u nafaqat musulmonlar haqida butun insoniyatni bugungi kundagi kufr botqog'idan qutqarishlik haqida g'am qiladigan, insoniyatni bugungi jaholat botqog'idan qutqarish ustida fikr yuritadigan, olamiy fikrlaydigan insonga aylanib qoladi. Mana bu eng yuksak fikr egasi bo'ladi. Bu yuksak fikr egasi bo'lishligi uchun unda siz bilan biz e'tiqod qilayotgan islomiy fikrlar unda qaror topishi kerak, to'g'rimi? Nimaga desa, bu qanday paydo bo'ladi? O'zimizdan qiyoski, inson eng asosiy narsa haqida bosh qotirsa, to'g'rimi? Bu dunyo hayot nima o'zi? Inson hayot, koinot nima o'zi? Bu savolning javobini qilsa, bu koinot, inson hayot, ya'ni bu dunyo hayoti, bu borliqni maxluq ekan. Ularni o'z-o'zidan bo'lmagan, yaratgan yaratuvchi bor ekanligini biladi. To'g'rimi? Endi savol, nima uchun yaratdi bu? Borliqni yaratuvchi nima uchun yaratdi? Nima uchun yaratganligi haqidagi savolga javob qidiradigan bo'lsa, Alloh taolo payg'ambar orqali o'zining ilohiy kalomlarida nima qilyapti? So'nggi so'z bilan Qur'oni Karimda bayon qilib aytayaptiki, bu insonlarni ham, jinlarni ham o'ziga ibodat qilish uchun yaratganligini va o'zining atrofidagi hayot turkumiga kiradigan narsalar bo'lsin, koinot turkumiga kiradigan narsalar bilan, ya'ni inson o'zidagi g'ariza va o'zbekiston talablarini qondirishlik uchun u aloqa qilishga majbur bo'larkan. Mana bu borliqdagi narsalar, u hayot bo'lsin, u koinot turkumiga kiradigan narsalar bo'lsin, yo o'ziga o'xshagan insonlar bo'lsin, bu narsalarni Alloh yaratganligini, ular bilan qanday muomala qilish kerakligini ham o'rgatib qo'yganligini va u ana shunday muomala qilish kerakligini tushunib yetadi. Natijada u nafaqat inson bilan qilayotgan muomalasi, hatto hayvonlarga qilayotgan muomalasini ham zulm qilmaydigan odamga aylanib qoladi. To'g'rimi? O Bag'dod yerlarida ot qoqilib qolsa, men Allohga nima deb hisob beraman deydigan, hatto hayvonot olamini ham g'amini qiladigan odamga aylanib qoladi. Nafaqat u butun insoniyatni, umuman o'zi bu yer undagi jamiki mavjudotlarni g'amini qiladigan odamga. Shuning uchun bu borliq haqida fikr yuritadigan yuksak fikr sohibiga aylanib qoladi. Mana bu borliqda butun insoniyatni Robbisiga qul bo'lib yashash kerak aslida. Alloh shuning uchun yaratgan degan olamiy fikr egasiga aylanib qoladi. Mana buni eng yuksak fikr deb ataladi. Endi siz shunaqangi yuksak fikr egasi bo'lib turgan paytda bittasi kelsa-da,
Baraka topgin, nima qilasan? Qirg'iz, Falastin deb. Undan ko'ra o'zingni, oilangni, bola chaqangni tinchligini o'ylasang bo'lmaydimi? Och qolib tinch qulag'im deb o'zingni o'ylasang bo'lmaydimi? O'zingni o'tga cho'qqa urib olmasdan. Oilangni, bola chaqangni o'ylab tinchgina o'tiraversang bo'lmaydimi? Nima qilasan siyosatga aralashib desa bittasi. O'zingiz o'ylab ko'ring. Tuban fikrlamaysanmi hayvonga o'xshab? Nima qilasan olamiy fikrlar? Deb turib hali yuksak fikrdan sizni tuban fikrlashga, tor fikrlash doirasiga olib tushyapti-da u. Endi bu kimga da'vat qilyapti? Mana buni biz yuksak fikr egasimiz. Endi hali yuksak fikrlash haqida u fikr yuritmay qo'ysa, bu fikrlash darajasiga faqat islom bilan erishishimiz mumkin, to'g'rimi? Tarixda musulmonlar butun insoniyatni g'amini qilib yashaganligi uchun sahobalar butun dunyoga otlandilar-da, islom da'vatini yoyish uchun. Mana shu narsalarning sababidan biz musulmon bo'lib, bugun biz ham butun insoniyatni kapitalistik mana bu tuzumning zalolatidan, zulmatlardan islom nuriga olib chiqmoqchimiz, to'g'rimi? Yana bittasi kelib sizga farzandingni o'ylasang bo'lmaydi, o'zing bola chaqangni o'ylasang bo'lmaydimi? Och qoning, tinch qulog'im deb to'g'rimaysan desa, siz haligi odamning gapiga ensangiz qotadi-da. Mana buni tor fikrlash deydi. Mana bu tor fikrlash bo'ladi. Qachonki inson islomdan uzoqlashib, olamiy fikrlashdan tushib borib, oxir bor tor fikrlaydigan odamga aylanib qolgandan keyin mana bu insonni haligi aytganimizdek faqat o'zini o'ylaydigan darajadagi insonga aylanib qolsa, unda mana bunaqangi millatchilik aloqalari paydo bo'ladi. Millatchilik xuruj urishni boshlaydi. Hali millatchilik, qabilachilik degan narsalar inson tabiatidan kelib chiqadi u. Ya'ni hayvonda ham bo'lgan kabi insonda ham baqo degan g'ariza bor. Ana o'sha baqo g'arizasining ko'rinishlaridan bittasi bu. Rahbarlikni yoqti ko'rish. Har qanday inson, menda ham bor, sizlarda ham bor. Faqat biz mana bu rahbarlikka bo'lgan muhabbatimizni shariat qonunlari bilan jilovlaymiz. Shuning uchun biz insonlardan farqimiz bor. Shuning uchun biz o'rta adolatli bir ummatmiz. Lekin agar u mana bu fikrlardan mahrum bo'lsa, o'z-o'zidan nima bo'ladi desa, uni fikri tor, tuban fikrlaydigan bo'lib qolgandan keyin, ya'ni faqat o'zini o'ylaydigan bo'lgandan keyin, undagi haligi g'arizalar talabiga javob beradigan inson faqat o'zini o'ylaydigan bo'lib qoladi. Narsalarni ham birinchi bo'lib o'ziniki bo'lishligini xohlaydi. Bildingizmi? O'z-o'zidan u rahbarlikka bo'lgan muhabbatidan kelib chiqib turib, uni aytgani bo'lishlik kerak degan narsani o'ylaydi. Mana bu inson faqat men aytganim bo'lish kerak degan narsada oilasida agar o'z hukmronligini o'rnatgan darajaga chiqib oladigan bo'lsa, o'z-o'zidan nima bo'ladi desa, endi u qarindosh urug'larning ichida ham men gapim bo'lish kerak. Men aytgandek qilib, hamma men bilan maslahatli kerak. Qo'yimi, azasimi, o'ligini chiqaradimi, qanaqa bir marosim o'tkazayotgan bo'lsa, men bilan maslahatib, men bilan hisoblashish kerak degan narsani ko'tarishni boshlaydi u. Mana shu narsaga harakat qilishni boshlaydi. Agar bunga ham agar erishadigan bo'lsa, sekin-sekin borib o'zi yashab turgan bir shaharda men aytgan narsa bo'lish kerak deydi. Mana bu narsa maydon kengayib ketaveradi mana. Idrok o'sib maydon kengayib borib oxir bor nima bo'ladi desangiz, o'zi oilasida hukmron bo'lgandan keyin o'zining oilasini ham boshqa qarindosh urug'laridan ichidagi eng yuqorida turadigan oila bo'lishni xohlaydi. Ya'ni qarindosh urug'larining ichida ham o'shani oilasi yetakchilikni qo'liga ketadigan bo'lsa, endi bu narsa bilan qanoatlanmaydi u. Chunki baqoda u, rahbarlikni yaxshi ko'radi. U bir qancha odamga, 10 ta odamga rahbarlikni xohlayotgan bo'lsa, endi 100 ta odamga rahbar bo'lishni xohlaydi. 100 ta odamga rahbarlik qilgan bo'lsa, 1000 ta odamga o'zini gapini o'tkazishlikni xohlab qoladi-da u. Mana shunday qana bo'lib ketaveradi-da bu, g'ariza to'xtamaydi bu. Oxir bor nima bo'ladi desangiz, oilasini qarindosh urug'larining ichida yetakchi qo'ygandan keyin, endi meni qarindosh urug'larim bu bitta sulolaga aylanib qoldi. Endi palonchilar sulolasi butun o'sha yashab turgan shaharida u boshqaruvchi bo'lishi kerak. Bu narsa kengayib borib, oxiri borib butun o'sha o'zini sulolasini, butun xalqi, millatini ustidan hukmronlik qo'lga kiritgandan keyin o'z millatini boshqa millatlar ustidan hukmron bo'lishligini xohlar. Mana shunaqa qilib ketaveradi-da u maydon kengayib. Bu haligi fikrni torligidan kelib chiqadi-da bu. Mana bu narsa millatchilik degan narsa, mana shu fikrni torligidan, rahbarlikka bo'lgan muhabbatdan paydo bo'ladigan narsa. Agar u faqat millatini deydigan bo'lsa, masalan aytaman, faqat o'zbek millati boshqa millatlar ustidan hukmron bo'lish kerak degan narsa bo'lsa, bilasizmi nima bo'ladi? Bu narsa oilaviy ko'rinishi, oilaviy ro'yxatdan bitta ko'rinishiga o'xshaydi o'zi. Faqat kattaroq ko'rinish xolos deb turib, uni misolda oiladan achchiq misol keltirgan sababi, agar tasavvur qiling, siz faqat o'zingiz manfaatni o'ylaydigan xudbin bo'lsangiz, siz o'z manfaatingiz uchun har qanday odamni pulga boraverasiz. Har qanday insonni nari boraverasiz. Ya'ni har qanday inson manfaatini bir tiyinga olmaysiz. Endi shu narsa qarindosh urug'laringiz ichida sizni oilangiz manfaatini birinchi o'ringa qo'yib olishingizga qo'liga ketib oladigan bo'lsangiz, bo'ldi, siz qarindosh urug'laringizni, amakingizni oilasi, amma tog'a, xolopochangizni bittashi sizni sulolangizni ichida sizni oilangiz, sizni xotiningiz, sizni farzandlaringizni manfaati birinchi o'rinda turishi kerak. Qolgan qarindoshlaringiz manfaatini bir tiyinga ilmaysiz.
Bu narsa kengaygandan keyin endi siz sulolangiz butun o'zbek xalqini ustidan bo'lib qoladi. O'zbek xalqini, o'zbek millatini ustidan hukmron qo'yib ketsangiz, endi bu millat boshqa millatlar ustidan hukmron bo'lish kerak edi. Mana bu narsa boshqa millatlarning manfaatini bir tiyinga olmaydigan odamga aylanib qoladi. U o'z millatini boyligini xohlaydi, yaxshi bo'lishini xohlaydi. Uning uchun boshqa millatlarni ochligini evaziga, kambag'al, qashshoq bo'lishini evaziga buni millati boy bo'lishi kerak. Boshqa xalqlarni ochligini evaziga bu xalq to'q bo'lishi kerak. Boshqa millatlar baxtsizligining evaziga buning millati baxtli bo'lishi kerak degan narsani olib keladi. Undan boshqa narsani ko'rmaydi u. Endi o'zi o'ylab ko'ring. Demak, faqat meni millatim, faqat o'zbegim, o'zbek millatim, o'zbek do'ppisi, o'zbek bayrog'i desa, bu narsa insoniyatni birlashtira oladimi? Ya'ni olamiy fikrlashdan qaraylik-da, boyagi eng yuksak fikr qanaqa ekanligini ko'rdik, to'g'rimi? Tor fikr bilan yuksak fikrning voqeasi mana shuda mana. Butun insoniyatni g'amini qiladi u. Bu faqat islomsiz bo'ladi, islom bilan bo'ladi. Endi o'zi o'ylab ko'ring, millatchilik bilan siz butun insoniyatni hayotini ularni aka-uka ahli inoq qilib qo'yadigan qilib birlashtirib, yuksak yashash tarziga olib chiqa olasizmi? Millatchilik bilan bo'ladimi? Bu mutlaqo bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun bu uyg'onish bo'lib turgan to'g'anoqdan boshqa narsa bo'lmaydi bu. Chunki qirg'iz hech qachon o'zbek bo'la olmaydi-da u. Chunki Alloh uni qirg'iz qilib yaratgan. Tojik hech qachon qirg'iz bo'la olmaydi. Arab, ajam bo'la olmaydi u. Qiyomatgacha u turk bo'la olmaydi. Nimaga desa, Alloh uni arab qilib yaratganda. To'g'rimi? Demak, o'zbek qirg'iz bo'la olmaydi, qirg'iz o'zbek bo'la olmaydi. Demak, o'zbegim desa, qirg'izchi. Qirg'iz ham aytadi, qirg'izim deydi. To'g'rimi? Ularda ham baqo bor. Ular ham o'zini yetakchi bo'lishni xohlaydi. O'z-o'zidan mana bu tushunchalar o'rtada kelishmovchiliklarda, tarafkashliklarda, biridan birini zo'rman deyishlik, biridan birini ustun bo'lishligini, ya'ni manmanlikni keltirib chiqaradi. Bu narsa faqat o'rtada manmanlik, tarafkashlik, urush, janjal, qirpichoqlikdan boshqa narsa xizmat qilmaydi. Ya'ni insoniyatni birlashtira olmaydi. Holbuki biz butun insoniyatni tuban yashashlardan yuksak yashashlarga olib chiqishimiz kerak degan narsani g'amni qilayotgan bir paytda nima bilan qila olamiz? Butun insoniyatni bitta jasad kabi aka-uka inoq qilib yuksaltirishimiz kerak deyapmiz. Nima bilan? Nima bilan shu ishni qila olamiz? Desak, millatchilik degan tushunchalar bilan, fikr tushunchalar bilan deydigan bo'lsak, bo'ladimi? Hamma shunaqa deydi-da. Hammani o'zbek millatiga aylantirib o'tirib keyin qilishingiz kerak bo'ladi. Buni iloji yo'q-da, chunki o'zbek qirg'iz, qirg'iz o'zbek bo'la olmaydi. Demak, bu ish bilan insoniyatni aqlini aka-uka qilib qo'yish mumkin bo'lmagan narsa. Chunki haligi insondagi men, meni oilam, meni qarindoshlarim, meni sulolam, meni millatim desa, nargi millatda ham shunaqa narsa bor. Shuning uchun bu shunaqa jirkanch narsaki, bu tarafkashlikni, manmanlikni keltirib chiqaradi. Agar tashqaridan bir hujumlar, tashqi husumatlar bilan o'ralashib band bo'lib turmaydigan bo'lsa, ichkarida bir-birlari bilan rahbarlik, talashlik musobaqalar keltiradi. Xuddi mana O'zbekiston misoli. O'zbekiston tashqaridan ularning hokimiyatiga ko'z olaytiruvchi qirg'iz millatidan yoki-da misol, tojiklardan qanaqadir ularni bosib olishlik, ulardagi kursini tortib olib, ular ustidan hukmronlikni o'tkazishlik kabi tashqi husumat yo'q bo'ladigan bo'lsa, ichkarida o'zaro bir-birlarining rahbarlik talashish husumatlar kelib chiqaradigan narsadan boshqa narsa emas-da bu. Mana bunga yaqinda bo'lib o'tgan yildagi o'zingizlar ko'rgan narsa. Shavkat Mirziyoyev bitta odami, uni katta qizi bo'lgan Saida Mirziyoyevani yuqoriga siyosiy doiraga uni o'rgatib, nataskat qilib deydi-ku, to'g'rimi? Hali Komil Allamjonov uni tarbiyalab, oqni oq, qorani qora deb o'rgatib, siyosiy shaxs qilib tarbiyalab, tepaga hokimiyatga olib chiqib kelyapti. Bu narsa kichik qizini kuyoviga yoqmadi, to'g'rimi? Natija nima bo'ldi desa, uni tarbiyalagan odamga pakusheniya bo'ldi. To'g'rimi? Oqibatda nima bo'ldi desa, mana o'rtada husumat bo'lyapti. Bitta oiladagilar. Otabek xohlaydi, u ham, unda ham rahbarlikka bo'lgan muhabbat borda. To'g'rimi? U ham intilyapti. O Shavkatning o'rniga qolishni xohlaydi. Chunki u ham bir nechta odamlar ustidan o'zini gapini o'tkazayotgandan keyin necha bir 100 talab odamni, 1000 talab odamni gapini o'tkazadigan qaytadi bir rahbar bo'lsa, endi butun o'zbek xalqini ustidan gapini o'tkazishni xohlaydi. To'g'rimi? Uni qaynopasi bo'lgan, bojasi bilan qaynopasi butun o'zbek xalqini ustidan hukmron bo'lish kerak emas. Men va meni xotinim bilan biz bo'lishimiz kerak degan narsa unda ham bor. Ana u katta qizida ham bor, otasida ham bor. O'z-o'zidan ichkarida bir-birlari bilan manaqangi hukumat talashlik degan narsa bo'ladi. Agar tashqaridan shunaqangi hujumlar, tashqaridan husumatlar bo'lsa, ichki husumatlar bilan o'ralashib qoladigan narsaga aylanib qoladi. Millatchilik mashindan boshqa narsani keltirib chiqarmaydi. O'shuning uchun ham bu umuman inson farzandlarini bir-biriga bog'lab turishlikka yaramaydigan shunaqangi bir jirkanch tuban ro'vitada bu. Ya'ni g'ayri insoniy degan so'zning ma'nosi
insoniyatni bir-biriga bog'lashga yaramaydi degan. Bunda tarafkashlik, manmanliklar paydo bo'ladi. To'g'rimi u, noto'g'rimi, qaysi bir aybdor, u rol o'ynamaydi. Menga qarshi odamni bo'ldi, yaqinlashma, teginma deydi. Narginda ham shunaqa narsa bor. O'z-o'zidan sulolalar o'rtasida jang bo'ladi, bittasi g'olib bo'lsa, millatlar o'rtasida jang bo'ladi. Bu bilan hech qachon insoniyat birlasha olmaydi. Shuning uchun biz o'zbek xalqini yuksaltiramiz, dunyo yetakchi davlatlar qatoriga chiqamiz, olib chiqishimiz kerak, dunyoda buyuk davlatlar qatoridan joy olishimiz kerak deyishyapti. Mana misol o'zbek millati boshqa xalqlar ichida yetakchi davlatlar qatorida bo'lish kerak o'zbek xalqi deyapti. Nima bilan? Savolda mana nima bilan bo'ladi? Millatchilik o'zbegim degan so'z bilan o'sha maqomga chiqib bo'ladimi? O'zbegim, o'zbek xalqim degan so'z bilan dunyo xalqlariga yetakchilik qila olmaysiz-da. Chunki unda hech qanday qonunchilik yo'q. Nima bilan degan savolning javobi yo'q-da bu millatchilik orqasida. Demak, nima bilan degan savolga bir ideologiya bo'lish kerak. Ya'ni bir mafkura bo'lish kerak, fikr yetakchilik bo'lish kerak-da. O'zbek xalqini dunyo xalqlariga yetakchi qilmoqchi bo'lsangiz, nima bilan? O'zbegim degan so'z bilan bo'ladi. Bayroqni o'zi bilan nima qila olasiz? Bu bilan hech qanday yetakchilik kelish bo'lmaydi. Buning uchun bitta fikriy yetakchilik kerak. O'ngga chapga yurasan, moncha kilometrdan keyin chapga yurasan, mana bu joyda sal chekinasan, keyin mana bundoq qilasan degan ularni bir-biridan aloqalarni bog'lab turadigan bir ideologiya, ya'ni fikriy yetakchilik, mafkura kerak. Mafkurasiz bu iloji yo'q. Millatchilikda bormi shunaqa mafkura? Ularni aloqalarni bog'lab turadigan muammolar chiqsa, ularni yechib beradigan qonunchilik asosida qonun ishlab chiqib yechib beradigan muolajalari kelib chiqadimi? Millatni o'zbegim degan so'zda qirg'izim desa hech qachon birlashtira olmaydi bu masala. Shuning uchun ham bu robita g'ayriinsoniy bo'lib, hech qachon insoniyatni bir-biri bilan bog'lab turib aka-uka qilib qo'ya olmaydi. Qolaversa Payg'ambar alayhisolamdan o'zinglar bilasizlar, bir hadis bor. Kimki asabiyatga, tarafkashlikka chaqiradigan bo'lsa, u do'zaxga o'tin bo'ladi. Uning joyi jahannam degan ma'noda hadis bor. Shariy jihatdan qaraydigan bo'lsa, bu millatchilik yoki shu millatga chaqirishlik harom. Shuning uchun ham bu vaqtinchalik bo'lgan tuban yaroqsiz robita-da bu. Chunki bu qabilachilikka asoslangan robita bu. Har bir qabila o'zini hukmron bo'lishni hech qachon bitta birlashish degan narsa bo'lmaydi. Uning ustiga rahbarlikni yo'q ko'rishlik kasalidan kelib chiqadigan narsa bo'lganligi uchun ham hammasi o'zini rahbar bo'lishni xohlaydi. Aytgan hukumatlarga sabab bo'ladi. Rahbar talashlik kelib chiqadi. Shuning uchun ham bu inson farzandlarini bir-biriga bog'lab turishlikka hech qachon yaramaydi. Demak, mana bu millatchilik robitasi ham shunaqangi bir vaqtinchalik robita bo'lib, bu ham inson farzandlarini bog'lab tura olmaydi. Ana endi yana ba'zi bir odamlar o'ylaydiki, gumon qilib aytishadiki, mana shu manfaat asosida ham bog'lanib bir aka-uka bo'lib ketsa bo'ladi. Ya'ni do'stona aloqalarimiz ham tiklanib ketadi shu manfaat orqasidan deb, manfaat asosida ham bog'lanish mumkin deb o'zlaricha xayol qilishadi. Shu asosda mana misol uchun davlatlar misolida ko'radigan bo'lsangiz, iqtisodiy aloqalar deyapti. Mana bu iqtisodiy hamkorlik, iqtisodiy aloqa bu manfaatda bu. Mana bu iqtisodiy aloqalarni yo'lga qo'yishligimiz bilan biz do'stona xalq bo'lib ketamiz deyapti. O'zlaricha shunaqa gumon qilishadi. Shuning uchun bu yerda haligi gumon qilinadigan robitalar ham bor deyapti. Bog'lab turish mumkin deb gumon qilinadi. Ular shunaqa deb o'ylaydi, go'yoki bog'lab turadi degan gumon bilan shunga harakat qilishadi. Aslida bu manfaatdan hech qanday insonlar bog'lab turishga yaramaydigan narsa bu. Endi bu yerda manfaat nima? Manfaat ikkita narsada ko'rinadi. Foydani jalb qilish, zararni daf qilishlikda ko'rinadi. Ikkalasi ham manfaat. Bu manfaatlar moddiy ham bo'lishi mumkin, ma'naviy ham bo'lishi mumkin, siyosiy ham bo'lishi mumkin. To'g'rimi? Masalan, shaxslar o'rtasida yoki bir nechta jamoatlar o'rtasidagi manfaatli aloqalarni ko'rasiz. Nimaga desa, 5-10 ta odam o'rtaga 5-10 so'm pul tashlaydi, 5-10 mingdan dollar tashab, 5-600 ming dollarni qilishadi-da, 5-10 ta odam bitta biznesni yo'lga qo'yadi. To'g'rimi? Bular mana shu manfaat, ya'ni 5 so'mni 10 so'm qilishlik moddiy manfaat yuzasidan ular birlashdi. Ularga mana bu biznes loyihasini olib borayotgan paytda o'rtaga tashlangan daromadlaridan, pulidan 5 so'm 10 so'm o'sha foyda kelib turgan bo'lsa, ular aka-uka bo'lib turaveradi o'sha yerda. Lekin agar bankrot bo'lsa-chi desa, tun farqi bo'lib ketadi. Nimaga desa, biznes to'xtaydi. Biznes to'xtagandan keyin oldingi ketmonchi dalaga ketadi, ustachilikka ketadi, shofyor ham taksisini qilib yuraveradi. Birini och, biri to'qligi bilan ishi ham yo'q odamlar yana o'z yo'liga hamma aravasini o'zi tortib ketadigan odam aylanib qoladi. Lekin bir-birini g'amini qilib, bir-biriga tirgay bo'lib, akamni, ukamni degan narsa bo'lmaydi-da u. Chunki manfaat bankrotga ketsa. Bu davlatlar o'rtasida ham ko'rdi. Undan tashqari bu yerda haligi foydani jalb qilishlikdan tashqari zararni daf qilishlik ham bor.
Agar o'ziga biroz zarar kelayotgan bo'lsa, shuni daf qilishlik uchun kimnidir o'ziga hamkor qilgisi keladi. Tarixdan ham bo'lgan, to'g'rimi? Mana Quraysh bilan Haybar yahudiylari islomdan, musulmonlardan keladigan xavfni, zararni bartaraf qilishlik uchun birlashdi. To'g'rimi? Shu zarar daf qilamiz deb birlashdi. Lekin Quraysh bilan musulmonlar o'rtasida sulh tuzilgandan keyin nima bo'ldi desa, Haybarga musulmonlar jang qiluvdi. Qurayshlar yordam bermadi. Nimaga desa, zarar daf bo'lgandan keyin o'ziga kelgan zarar to'xtadi, o'yinga urushmaymiz degan narsa bo'ldi. Go'yoki Quraysh uchun zarar kelayotgan zarar daf bo'ldi. Bo'ldi, haligi hamkorlik to'xtadi qoldi. Yuqori yordamga bora olmadi. Tariximizdan bitta misol. Bugun ham shunaqa siyosiy kelayotgan zararlar bor. Nimaga Amerika bilan Angliya G'azoga avionoslarni jo'natib, bor chishtirnog'i bilan qurollantiryapti. Bor kuchi bilan chishtirnog'igacha yahudlar vujudini qurollantiryapti. G'azo xalqiga qarshi. Bo'lmasa bu yerda bitta Hamas. Uni ham bitta qanoti bor, haligi Al-Qassam degan bitta brigadasi bor. Bu Hamasning bitta anaqasi qanot. Jihodiy qanot, jihodiy harakat. Shunga qarshi tasavvur qiling, Amerikadan avionos, Angliyadan bu yoqdan avionos kelyapti, ikkitadan, uchtadan jo'natishyapti. Nimaga desa, u yerda ularga siyosiy zarar bor. Shu zarar daf qilish kerak. Va ularda u yerda manfaati bor. Ham manfaati bor. O'zining siyosatini, o'sha hukmronligini o'rnatish kerak, o'zining yetakchiligini. Va agar ular shu ishni qilmaydigan bo'lsa, u yerda ummat uyg'onib oyoqqa turib, ular yerlarigacha borib fath qilish uchun borishi mumkin bo'lgan, ularga da xavf bor. Ya'ni ularga zarar bor. Mana bu zararni ko'rgandan keyin bular birlashyapti. Yoki Yevropa ittifoqi mana. Nimaga Germaniya bilan Fransiya NATOdan chiqamiz deb tipirchilab qoldi, Amerika bularni nima qildi desa, NATOga muhtojligini his qildirib qo'ydi. Bitta Ukraina urushini o'ylab topgan edi. Gijgijlar Rossiyani aktirib qo'ydi. O'z-o'zidan Rossiya agar Ukrainani bosib oladigan bo'lsa, bu mustamlaka davlatda u. Polshani qaytarib tortib olaman deydi, Polshaga hukmronlik qilaman deydi. Chunki mustamlaka tabiat shunaqa, u mustamlakachi davlat. Polshani tortib olaman deydi. Sekin-sekin mana Yevropaga kirib boradi, Latviya, Litviyalarni qaytaraman deydi. Hali ham shuni xohishdan voz kechgani yo'q. Mana bu narsani Germaniya, Fransiyalar his qilib turibdi buni. O'shuning uchun ular agar NATOda birlashligini saqlab qolmasa, Rossiyani yana mustamlakasi bo'lish kerak bo'ladi. O'zi yaqinda Geder bilan Federni birlashtirib olishdi. 90-yilda, to'g'rimi? Zo'rg'a birlashib, esir parchalangandan keyin birlashtirib oldi. Undan oldin hatto Rossiya borib Germaniyani yarmini tortib olgan. Germaniya Federativ Respublikasi bo'ldi, Germaniya Demokratik Respublikasi bo'ldi. Esir parchalanganda birlashtirib oldi. Hozir yana shunaqangi bo'linishlar, tortib olishlar bo'ladi. Mana bu narsa Rossiyadan kelayotgan zarar. Shu zararni daf qilishlik uchun yana NATOga birlashishga majbur bo'lib qolishdi. Amerika shunaqa o'yin qilib birlashtirdi. Endi mana bu zarar daf qilishlik uchun bular birlashadi. Agar mana shu zarar daf qilinsa, o'z-o'zidan yoki ular mana bu yevro zonasini nima uchun birlashtirdi? Amerikan tizimidan chiqishlik uchun qildida. Shuning uchun ular ham dunyo muammolarini biz bilan hal qilasan degan rahbarlikka bo'lgan muhabbat borda ularda ham. Bu yerda insonlar o'tiribdi. Amerika dunyo muammolarini bitta men hal qilaman dedi. Germaniya, Fransiya yo'q, biz ham sherik bo'lamiz bu masalalarni hal qilishda biz bilan ham maslahatlashasan deb NATOdan chiqamiz, o'zimizni harbiy blogimizni tuzamiz deb harakatni boshladi. Yevro zonani ham shuning uchun tuzishgan edi, yevro birligini ham, pul birligini ham shunaqa qilib dollardan qutulamiz. Mana shunaqangi siyosiy yoki iqtisodiy manfaatlar ham bizni birlashtiradi deb o'ylab harakat qilishadi-yu, lekin bu narsa ham insoniyatni birlashtira olmaydi. Chunki 5 so'm o'rtaga tashab turib birlashsangiz, moddiy manfaat qo'lga kiritaman deb yoki siyosiy bir manfaatlarni ko'zlayman deb birlashsangiz, chekinish. Bu 5 so'm bilan bir narsa chiqadimi? Chiqmaydi-da bundan. Chunki manfaatdan tuzum kelib chiqmaydi. Baribir fikriy yetakchilik bo'lmasa, quruq manfaatni o'z bilan birlashlik, 5 so'm 10 so'm qilamiz degan fikr bilan o'rtaga pul tashlab birlashlik bu vaqtinchalik. Chunki foyda qo'lga kiritilgandan keyin ish to'xtaydi yoki undan boshqa bir foydaliroq ish chiqib qolsa, haligi 10 ta odam o'rtaga 5-6 ming dollardan tashlab turib, biznes loyihasini yo'lga kiritgan bo'lsa-da, endi haligi 5 ta 10 ta odamni o'rtaga pul tashlagandan ichidan bittasi boshqa joyda serdaromadroq bitta foydani ko'rib qoladigan bo'lsa, ya men chiqdim, короче, deb shunday o'rtaga tashlagan 5-10 ming dollarni olib turib, nariga qarab ketaveradi. Unda manfaatlar narsa chiqib qolsa, inson tabiatida bor, bunday sochib turib manfaatga qarab ketaveradi. Bu nimani ko'rsatadi? Bu manfaat ham insoniyatni birlashtira olmaydi. Lekin ular o'zlaricha gumon qilishadi. Iqtisodiy aloqalar qilib, do'stona aloqalarni ham yo'lga qo'yib olamiz deb o'ylashadi. Lekin hammasi o'zini jig'ildorni o'ylaydi, nima qiladi. Shuning uchun bu manfaat shunaqa narsa. Bu manfaat bilan birlashamiz deb ishonadigan odamlar uchun bu juda xatarli. Nimasi xatarli desa, manfaat shunaqa narsaki, o'z manfaatini, foydasini ko'zlab turib, bir-birini oyog'ining tagiga bol turadigan, bir-biriga dushman, hatto bitta oiladagi aka-ukani ham bir-biriga dushman qilib qo'yadigan narsada bu manfaat. Chunki baqoda xususiy mulkka egalik qilishlik mayli bor. Mana bu narsa
ustun kelib turgandan keyin bu yoqda fikr tor, tuban, har narsaga yuzaki yondashadigan bo'lib qolgan, g'arizani talabiga quloq soladigan bo'lib qolgan. Natijada bunday tor fikr bilan inson faqat o'zim bo'lsam deydi. Menga ko'proq bo'lsin deydi. Xiyonat ham qiladi. Nargisi bilib qolsa, keyin o'rtada jiqamish bo'ladi. Bu manfaat, hatto meros to'lashaman deb meros qo'lga kiritib manfaatda. Mana bu narsa bilan aka-ukalar bitta oilada itmish bo'lib ketyapti. Nafaqat u xalqlarni birlashtirish, bitta millatni ham aka-uka qilib qo'ya olmaydi bu manfaat. Nafaqat u dunyo insonlarini, bitta millat, bitta xalqni ham, bitta oilani ham aka-uka qilib qo'ya olmaydi bu. Tashqi malomatlardan qo'rqqanidan o'larining kunidan u akasi ukasiga, ukasi akasiga ko'z yumadi. Kam ko'zlariga. Bo'lmasa aka-ukalarni mana qanchasini eshityapsiz. Bir-birlarini qirpicha olib ketyapti. Mana shu manfaat yuzasidan bo'ladi. Manfaat shunaqa. Shuning uchun bu xatarli. Xatarligi shundaki, bitta oilani ham chachib tashlaydi. Meros talashaman deb. Shuning uchun ham mana bu narsa hech qachon inson farzandlarini doimiy bola turishlikka yaramaydigan narsa bu. Endi shunaqangi manfaatga o'xshagan robitalardan yana bittasi bor. U ham qaysi desa mana ruhiy robita deyapti. Mana bu ruhiy robita deganda asosan nasroniylar dini aqidasi ko'proq e'tiborga olinadi. Bitta shu bu ruhiy robita unda qonunchilik bo'lmaganligi uchun bu narsa inson farzandlarini bola turishga qo'yib yaramaydi. Bundagi ruhiy robita tuzumi bo'lmaganligi uchun shunaqa. Buni mana nasroniylarni aqidasida ko'rish mumkin. Quruq bo'sh aqida. Ularda faqat ibodat degan narsa bor xolos. Lekin iqtisod nizomi, ijtimoiy nizom. Chunki inson faqat tadayyundan boshqa g'ariza yo'q emasda. Insonda nav g'arizasi bor, to'g'rimi? Qarindoshchilik aloqalari, jinsiy maylik xostalari, o'z naviga muhabbat, qarindoshchilik aloqalari paydo bo'ladi. Ularni tartibga qo'yilishi kerak. Ular bilan muayyan qonunchilik bilan yo'lga qo'yish kerak. Tartib insonga solinmasa, bo'lmaydi. Har kim men o'zim xohlagandek muomala qilaman desa bo'lmaydi. To'g'rimi? Bu masalan millatchilikka o'xshagan rahbarlikdan kelib chiqib turib, bir-birining ustidan hukmron bo'lishligini boshlab qoladi. Yoki nav g'arizadan tashqari baqo g'arizasi bor, bir nechta ko'rinishlari bor. Ochlik, tashnalik kabi uzviy ehtiyojlar bor. Bular uchun ham tartib qonun qoidalari kerak. Mana bularning talabidan kelib chiqib inson bir-bilan aloqa qiladi. Endi mana bu ruhiy robitani voqeasini o'rganadigan bo'lsangiz, bu shunaqa narsaki, faqat dindorlik muhitidagina o'z ta'sirini ko'rsatish mumkin. Shuning uchun bu qisman ta'siri bor xolos. Ya'ni misol deb aytadigan bo'lsak, mana butun Yevropa xalqlarini nimaga aka-uka qilib qo'ymaydi? Yevro, ya'ni moddiy manfaat yuzasidan birlashdi, Yevrozonani tiklashida, lekin Angliya sekin chiqib ketdi. Yetishi mumkin bo'lgan moddiy harbiy zararlar daf qilamiz deb NATO asosida birlashdi, lekin u yerdan ham Germaniya, Fransiya chiqib ketaman deb birchilayapti. Holbuki hammasi nasroniylik diniga e'tiqod qiladi. Nimaga ularni NATOda ham, Yevrozonasida ham Amerika bilan aka-uka qilib birlashtirib, aka-uka qilib qo'ya olmayapti? Qayerda qarasangiz manfaat talashi bir-biri bilan qirpichoq. Agar islom xavfi bo'lmasa, mintaqalarda, regionlarda, qit'alarda o'zaro bir-birlari bilan manfaat talashib, meni mustamlakam, men mustamlaka qilaman deb bir-birlari bilan davlat to'ntarishib o'ynashadi. Shuning uchun biz aytamizki, ko'p joylarda mana shu fikrlar bor. Musulmon yurtlarida agar ikkita musulmonlar, ikkita toifa musulmonlar bir-biri bilan jang qilib urushayotgan bo'lsa, yo bir so'z bilan aytganda islom yurtlarida urush bo'layotgan bo'lsa, yo musulmonlar bilan kofirlar urushayotgan bo'ladi, yoki Angliya bilan ko'p hollarda Amerika urushayotgan bo'ladi. Manfaat talashib, o'zlarining o'sha yerdagi manfaatlarini talashib. Bunga misol mana Iroqni misolida ko'rsangiz bo'ladi, Afg'on misolida ko'rsangiz bo'ladi, to'g'rimi? Yaman bilan Saudiyaning o'rtasidagi bo'layotgan narsalar ham o'sha yerdagi Angliya bilan Amerikaning manfaat talashi o'sha yerda. Misol uchun. Xullas nima demoqchiman? Bularning hamma Yevropa xalqlari hammasi bitta dinga e'tiqod qiladi. Nasroniy diniga e'tiqod qiladi. Hammasining e'tiqodi bitta. Hammasi shu cho'qinadi. Lekin ularni birlashtirib ushlab tura olmayapti. Nimaga desa unda tuzum yo'q-da. Unda iqtisodiy qonunchilik yo'q. To'g'rimi? Ijtimoiy aloqalar tartibga solib beradigan boshqaruv nizomi haqidagi ularda ko'rsatmalar bo'lmaganligi uchun ular faqat vaqtinchalik qachonki o'sha dindorlik muhitida yo bir janozasida ko'rishib qolsa yoki serkifga kirgan paytda Trump bilan bitta bo'mish ham bo'lgan negr bittasi ana cho'qingani, sig'ingani bir ibodat uchun tadayyun qo'zib ketganda serkifga kirganda o'sha paytda Trump ham kirib qolsa bir-biriga kulib qarab qo'yadi. O'sha paytda dindorlik hali g'arizasi qo'zib turgan paytda ha bu men dindoshim ekan deydi. Ashadda bir-biridan ilo munosabat bo'ladi. Lekin shunday serkifga yashagan, shunday ko'chaga chiqqandan keyin Trump u prezident, u oq tanli, ana bu chi desa qora tanli 3-sort odam, u bo'mish. U mana shunday e'tiborda qaraydi unga. U 2-3-sort odam deb qaraydi. U qul bo'lish kerak. U biz oyog'imiz tagida yurish kerak deb qaraydi. O'zini oliy, nima deydi, oliy zoda deb qaraydi. Ulardan ko'ra nasl nasabini oliy deb biladi u. Lekin dindorligi, ular bitta dinda ekanligi, bitta aqidaga e'tiqod qilishligi
ularda hech qanday ushlab aka-uka qilib qo'ya olmayapti. Chunki bu narsada tuzum yo'q. Shuning uchun ham u qisqachagina bir ta'siri, qisman ta'sir qilishi mumkin. O'sha dindorlik muhitida, serkifda yoki haligi janozalarda shunaqa bir aka-ukalar esiga tushib qoladi. Ammo lekin hayot maydonida hech qanday ta'sirga ega emas. Mana bugun o'zimiz buni Yevropaning misolida ko'rib turibmiz. Asosiy sababi bunda o'sha, ya'ni nima yo'qligidan, tuzum yo'qligidan mana shu ahvol ularda. Demak, mana bu robitalar u vatanparvarlik bo'lsin, millatchilik bo'lsin yoki manfaat asosiga qurilgan robitalar bo'ladimi? Ha? Yoki ruhiy robita bo'ladimi o'z tuzumiga ega bo'lmagan? Mana bu robitalarni biz birma-bir mana voqeliklarni ko'rib chiqdikki, birortasi inson farzandlarini uyg'onish yo'liga qadam qo'ygan. Ya'ni mana bu bugungi tuban holatidan eng yuksak holatga, ya'ni butun insoniyatni bitta jasad kabi aka-uka ahil-inoq qilib qo'yadigan yuksak yashash tarziga ko'chirib olib o'taylik desak, nima bilan desa, millatchilik bilan bo'lmas ekan. Vatanparvarlik bilan ham bo'lmas ekan. Vatanparvarlik bilan ham bo'lmaydi. Nimaga desangiz, faqat mana shu territoriyada odam aziz bo'lish kerak desa, hamma xalqlarni, butun xalqlarni bitta territoriyaga sig'dirib bo'lmaydi. Mana bu territoriyadagilargina aziz bo'lish kerak desa, qirg'iz ham aytadi. Mana bu territoriyadagilarchi deydi. Biz ham aziz bo'lishni xohlaymiz. Har kim o'zini territoriya qilib turib aziz bo'lamiz degan bo'lsa, u ham bo'lmaydi. Vatanparvarlik ham aşağı qoldi. Manfaat ham, ruhiy robita ham, bularni birortasidan foydalanib biz insoniyatni bitta jasad kabi qilib tarbiya qila olmaymiz. Birlashtirib yuksak yashashlarga olib chiqa olmaymiz. Shuning uchun bu robotlarning birortasi inson farzandlarini uyg'onish yo'liga qadam qo'ygan paytda ularni bog'lab turishga yaramaydi. Bu fikrlar bilan, tushunchalar bilan insoniyat uyg'onmaydi. Mana shu tubanligicha qolaveradi. Chunki ularning hammasi vaqtinchalik. Muayyan bir sohalarda, ba'zi bir joylardagina bir bog'lab turadi, u ham vaqtinchalik. Xo'p, unda nima qilish kerak? Bu insoniyatni ahil aka-ukana qilib bog'lab beradigan robita bormi desa, albatta bor. Yuqoridagi aytganimizdek, bu insondagi g'ariza o'zbekistonliklarning talablari ularni bir makanda jamlanib yashashga majbur qilar ekan, ular bir makanda jamlanib yashagandan keyin shu a'zo e'tiborni qondirishlik ortidan ular bir-biri bilan aloqalar paydo bo'ladi. Shu aloqalarni bog'lab turgan robota ham doimiy bo'lishi kerak. Chunki g'arizalarning talabi doimiy, demakki aloqalar doimiy bo'ladi. Demakki uni bog'lab turgan robota ham doimiy bo'lishi kerak. Agar doimiy bo'lmasa, ular aka-uka ahlina bo'la olmaydi. Va bu robota shunday bo'lsinki, bu doimiy bog'lab turish bilan bir vaqtning o'zida ular yashab turgan bir makondagi mana bu insonlarning jamiyatida farovonlikni kafolatlab bera olsin va qalblarda xotirjamlikni kafolatlab bera olsin. Albatta biz bilamizki, bu islomdan boshqa mafkurada mana shu xususiyat yo'q. Shuning uchun bu insonlarni doimiy aloqani bog'lab turadigan to'g'ri, ya'ni doimiy bog'lab yaroqli bo'lgan robota kerak. Unday robota bo'lmasa bor. U qanaqa robota desa, bu shunday robotaki deyapti. Aqliy bo'lgan, o'z tuzumiga ega bo'lgan aqliy aqida. Ya'ni buni bir so'z bilan aytganda mabda desak ham bo'ladi deyapti. Ya'ni mabda degani asos degani lug'atdan emas, lekin bu istilohiy ma'nosi o'z tuzumiga ega bo'lgan aqida bo'lish kerak. Yuqoridagi biz aytganimizdek, mana nasroniylarni misol keltirdik-ku, ulardagi aqida quruq ruhiy aqida. Unda tuzum yo'q. Lekin qachonki aqida bo'lsin, lekin undan tuzum balqib chiqadigan aqliy aqida bo'lsa, ana undagina bu inson farzandlarini doimiy bog'lab turishga yaroqli bo'lishi mumkin. Buni bir so'z bilan aytganda mabda desa ham bo'ladi. Demak, mabdai robitagina inson farzandlarini doimiy bog'lab turishga yaroqli bo'lishi mumkin. Undan boshqa birorta robita yuqoridagi misollardagi ko'rgan doimiy bog'lab turmaydi. Chunki bu o'z tuzumiga ega bo'lgan aqliy aqida, ya'ni mabdai robita, chunki unda tuzum bor. Unda inson muammolarining muolajalari bor. Shuning uchun ham u doimiy bog'lab turishga yaroqli bo'la oladi. Demak, mabdai robitagina bog'lab tura olar ekan, xo'p, mabdai robitaning voqeasi qanday bo'ladi? U qandayki uni ko'rish, mana vatanparvarlik voqeligini tasavvur qila oldik. Buni dalillari bilan ham isbotlab chiqdik, yaroqsizligini. Vatanparvarligi, u millatchiligi, u manfaati bo'lsin, ruhiy bo'lsin, tuzumiga ega bo'lgan bularni voqeasini tiniq tasavvur qilib ko'rib chiqdik. Endi mana bu mabdai robita, ya'ni aqliy o'z tuzumiga ega bo'lgan aqidaviy robita, ya'ni mabdai robita ular doim bog'lab turadi. Endi mabdani voqeasi qanday bo'ladi? Uni hayotdagi ko'rinishi qanday bo'ladi desa, biz inshaalloh keyingi darsligimizda mabdai robitani, ya'ni mabdani, uning ta'rifi, voqeliklari haqida inshaalloh keyingi darslarimizda Alloh nasib qilsa batafsil tafsilotlarga kirishib, mabdai robitani voqelik bilan tanishib chiqamiz.
haqiqatda to'g'rimi? Bu bog'lab pulga yaroqli bo'la oladimi, bo'la olmaydimi? Buni inshaalloh keyingi darslarimizda biz ko'rib chiqamiz. Ana endi birodarlar, mabodo mana shu mavzular yuzasidan qanaqadir bir savollar paydo bo'lgan bo'lsa, inshaalloh keyingi suhbatlarimizda har qancha bo'lsa savol-javob qilaveramiz. Bugungi darsligimiz shulardan iborat birodarlar. Xo'p, suhbatimizga yakun yasab qo'yamiz. Inshaalloh savollar bo'lsa, yana keyingi suhbatlarimizda 1-2 soatdan keyinmi yoki ertangi kunlarimizda inshaalloh bundan buyog'iga biz mana bu Ramazon oyi yaqinlashlik munosabat bilan inshaalloh har kuni bu chat ochiq turadi inshaalloh. Har qanday mavzularda savol-javoblar, bahs munozaralar qilamiz. Alloh qodir qilgancha inshaalloh Ramazon munosabati bilan har kuni bu chat, albatta har kuni kunlik sutka emas, albatta har kuni ochiladi bu narsa. 3 marta bo'lsa ham ochiladi. Shuning uchun biz har payshanba kuni savol-javob o'tkazardik, seshanba dars, payshanba savol-javob bo'lardi. Shuning uchun men aytib qo'yay, shuni eslatib, bundan buyog'iga bu chat inshaalloh deyarli har kuni ochiladi. Shuning uchun har kuni mana shu o'tgan darslik yuzasidan har qancha savol-javob bo'lsa, undan oldingi darslar bo'lsa ham, to o'sha iymon yo'lining boshidan boshlab bugungi suhbatimizgacha, darsligimizgacha bo'lgan o'rtadagi barcha darslar yuzasidan har qancha bo'lsa har kuni savol-javob uyushtiramiz inshaalloh. Faqat kelgusi darslardan bo'lsa savollar, mana shuni to o'sha kelgusi dars o'tgungacha shu savollarni olib qo'yib turamiz. Xo'p. Mayli bo'lmasa birodarlar, darsligimizni yakunlab qo'yamiz. Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambar alayhisolamga salom va salovat aytib boshlaymiz suhbatlarimizni. Yakunlashimizda ham Allohga hamd aytib tugatamiz. Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. O'zining roziligi miqdoricha hamdlar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va alihi vasallamga ko'pdan ko'p salomlar va salovatlar bo'lsin. Alloh taolo bugungi suhbatimizdan hosil bo'lgan ozmidi, ko'pmidi ilmlarni Alloh taolo biz uchun manfaatli qilsin. Dunyomiz uchun ham, oxiratimiz uchun ham bizning manfaatimizga xizmat qiladigan ilm qilib qalblarimizga joylasin Parvardigorim. Agar bu ilmlarimizda xatolar ketgan bo'lsa, u bizning nafsimizdan bo'lib, Alloh ularni o'zi isloh qilsin. Agar to'g'ri bo'lgan bo'lsa, albatta bu Alloh taoloning rahmatidan. Alloh taolo ilmlarimizga barakotlar ato qilsin. Alloh taolo mana bu ilmlarimiz bilan o'zini dinini to'g'ri o'rganib, uni hayotda oliy qilishlik uchun biz harakat qilar ekanmiz. Alloh taolo o'zi bizga yordamchi, madadkor bo'lsin. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasana va qina azaban nar. Allohumma ajjilna davlatil haq davlatil Qur'an, davlatil islam, davlatil xilafati ar-rashidatil ala minhaj nubuwah waj'alna min junudiha as-sadiqin wa sallallahu ta'ala ala khayri khalqihi sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.